Assalomu alaykum. Mana bugungi vokzaldagi obyektimiz. Ichkari xonalarni suvaymiz. Mana shu holatda, keyin bitgan holatini bir obzorini qo'yamiz oxirida. Mana okamizdan ishga chiqib qoldilar. Bular yangi ustalarimizdan. Dizayner ustamiz, dizayner. Mahmudxon aka, olma usta bo'chi. Mana maya qo'yish jarayonidamiz. Birinchi xonadan kirib maya qo'yamiz, keyinchalik suvog'i, pardozi, padmayak bo'lib qo'yamiz xohlasa. Mana shu xonalar. Bu yerda xona bor, koridor, bu yog'i hammom. Mana shu holatda buni tashqari fasadi ham bor, uni tashqari chiqqanda bir obzorini qilamiz. Hozir mana shu yerini qum suvog'i, kelishib qolsa tashkasi ham bor. Alloh nasib qilsa ishni bugundan boshladik.